Keyingi savolda quyidagi rasmda 30 santimetr o'lchamidagi chizg'ich berilgan debdi. Mana chizg'ichning rasmini berib qo'yibdi bizga. Chizg'ichning ikkala uchida 2 santimetrdan raqam qo'yilmagan bo'sh joy bor. Demak, chizg'ichning ikki tomonida ham, mana bu tomonda ham 2 santimetr, narigi tomonda ham raqam qo'yilmagan 2 santimetr joyi bor ekan. Mana bu yerda ham 2 santimetr joyi bor ekan. Xo'p, akobir chizg'ichni sindirdi va buklaganda quyidagi ko'rinishga keldi. Demak, chizg'ichni qayerdandir bukladi va mana shu ko'rinish paydo bo'ldi. Chizg'ich aynan qaysi raqam ustida sindirilgan deb savol beribdi bizga. Xo'p, mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, shundoq buklab chizg'ichni 20 ni ustiga kelib qolibdi. Mana bu yerda 20 ni ustiga kelib qolibdi. Tepadagi chizg'ichimizdan foydalanamiz. Demak, akobir qayerdandir, mana shu yerlardan, bu yerlardan bukladi chizg'ichni. Buklab qo'ygan paytida mana bu yerga 20 gacha kelibdi. Endi ko'ramiz 20 gacha o'zi necha santimetr edi mana bu yog'i. Chizg'ichning mana bu qismi necha santimetr edi? Mana bu qism, mana bu yerda bo'sh joy bor 2 santimetr va davomidan yana 20 santimetr bor. Jami demak 22 santimetr bor ekan. O'sha 22 santimetrni o'rtasidan buklaydigan bo'lsa, ikki tomonda ham 11 santimetrdan qolishi kerak, to'g'rimi? Demak, mana bu tomondan, mana bu chizg'ichning boshidan boshlab 11 santimetr hisoblaganimizda chizg'ichni o'sha joyidan bukkan ekan akobir. Endi 11 santimetr bo'lishi uchun boshdagi mana bu 2 santimetr bor, bo'sh joy va yana necha santimetr qolyapti bizga? 9 santimetr qolyapti. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, shunda 11 chiqadi. Demak, mana shu 9 raqamini ustidan akobir chizg'ichni buklagan ekan. Shunda mana bu qismda ham, ikkinchi qismimizda ham 11 santimetr qoladi. Ikkala tomoni ham teng bo'lib qoladi. Demak, akobir chizg'ichni 9 raqami ustidan buklagan ekan. To'g'ri javob B.